Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like'larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Navbahor O'zbekiston Superligasi 10-tur doirasida safarda Bunyodkor mehmoni bo'ladi. O'zbekiston chempionatlar tarixida ushbu jamoalar o'zaro 38 marotaba kuch sinashgan. O'tkazilgan o'yinlarning 21tasida Bunyodkor Loshinlarni mag'lubiyatga uchratgan. Navbahor esa 9 ta o'yinda g'alaba qozongan. 8 ta uchrashuvda tomonlar o'zaro durangga imzo chekishgan. Eslatib o'tamiz, Bunyodkor Navbahor uchrashuvi 18-may kuni Toshkentdagi Bunyodkor stadionida soat 19:00 da start oladi. Bu uchrashuvdagi taxminiy raqamlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. 10-tur doirasida Buxoro jamoasi o'z maydonida kuchli uchlikda joy olgan Dinamo bilan kuch sinashadi. Uchrashuvning ahamiyatli jihati shundaki, Buxoro bugungi g'alaba evaziga so'nggi o'rinlardan yuqorilaydi. Dinamo kuchli uchlikdagi o'rnini mustahkamlashga harakat qiladi. Bu uchrashuvda qaysi jamoani qo'li baland keladi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Qo'qon shahrida esa markaziy bahslardan biri bo'lib o'tadi. Unda mezbon Qo'qon 1912 Qarshining Nasaf jamoasiga qarshi to'p suradi. Ajdarlar bugungi g'alaba orqali ochkolar sonini 22 taga yetkazib, turnir jadvalida peshqadamlik qilayotgan Agemka bilan tenglashishi mumkin. Shuningdek, bugun Shurtan jamoasi Jar stadionida Andijonni qabul qiladi. So'nggi o'rinda borayotgan g'uzorliklar uchun bu uchrashuv yuqoriga ko'tarilish imkonini bersa, Andijon jadvaldagi o'rnini mustahkamlab oladi. Barcha o'yinlardagi taxminiy raqamlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.